Diqqat. Hop. 1, 2, motor bor. Katta muzika. Navbatdagi qahramonimiz Namangan viloyatining Chust tumanidan kelgan. Uni loyihamizda ishtirok etayotganining alohida sababi bor. Bu haqda o'zidan eshitganingiz ma'qul. Kechasi bilan ham qilolmadim eshitgandan keyin. Oldimga juda katta maqsad qo'ygandim. Shu o'zimga o'xshagan kasallarga bir maslahat berib, ularga bir motivatsiya beray. Shu kasal bo'ldim deb tushkunlikka tushib yotib qolishmasin. O'zlarini qo'lga olish kerak baribir. Kasalga taslim bo'lmaslik kerak degan fikrda shu bemor yotgan ayollarga, erkaklarmi, ayollarmi, shu bemorlarga yetkazishni xohladim. Ichimdan xohlardim, shu fikrlarim bordi. Shuni to'liq yetkaza olmadim. To'g'ri, ko'pchilik menga telefon qilib shu ko'rgandan keyin rahmat aytib, biz ancha o'zimizni qo'lga oldik, yo'l yo'rig'ingiz bilan deb minnatdorchilik bildirishdi. O'shanda ham juda o'zim qoniqmadim. Kimgadir yordamim tegsa, kimgadir foydam tegsa, hayotda bejiz yashamaganimni, mana shu ahvolda xalq ichiga kirganimni aslanmaslik uchun shu qarorga kelgandim. Sevgiga odam qul bo'lmaslik kerak ekan, taslim bo'lmaslik kerak ekan aslida sevgiga. Borganimdagi men o'ylagan hayot, men o'ylagan muhit emas ekan. Devorlarni ushlab derazani oldiga borganimda bir qora narsani qarab turganini ko'rib qolaman. Yoshlik qildim. Juda katta xato qildim. Sizga bitta maslahat beraymi bittalar? Desam, ko'proq yurishingiz kerak. Bu sirlarimni hech kim bilmagan hali. Uydagilarga ham hech kim, endi hozir birinchi marta aytyapman. Hatto farzandim ham bilmaydi. Dadam Abduqahhorov Karimjon 45-yilda tug'ilganlar. Alloh rahmat qilsin, vafot etganlar. Onam borlar, umrlari uzoq bo'lsin iloyim. Abduqahhorov Manfaratjon hozir 70 dan oshganlar. Men bu hayotda shuncha bardoshni onamdan o'rganganman. Onam juda ham bardoshli ayollar.